davom etamiz. Yangi qishloq degan qishloq bu meni qishlog'im bo'ladi. Nima uchun nomini, konsert nomini yangi qishloqdan yangi gaplar deb yozdingiz degan savollar tug'ilyapti. Shu savolga javob berib qo'y, esimdan chiqib qolmasin. Har xil gaplar kelib ketyapti miyaga. Yangi qishloq bu men tug'ilgan qishlog'im. Men qishlog'im haqida hech qanaqa shu paytgacha birorta gap gapirmaganman. Endi 30 yildan beri shu sahnada yuribmiz. Endi gapirishga haqqim bo'lsa kerak. Chunki mana nima deydi, shogirdlarimiz bor endi. Bizni ham xalq tanidi. Endi masalan gapirsak arzisa kerak endi. Oldi masalan maqtanish uchun gapirgan bo'lsa, ba'zilar men endi o'zim sizlar uchun gapirib bermoqchiman. Bizni agarda men yangi qishloqda tug'ilmaganimda men qiziqchi bo'lmasdim. Men agar yangi qishloqda tug'ilmaganimda men aktyor bo'lmasdim. Agarda men yangi qishloqda tug'ilmaganimda Toshkent teatr va rassomchilik san'at institutini bitirmagan bo'lardim. Nima uchun? Chunki har qayerni o'zini har xil sharoiti bo'ladi. Har qayerdan har xil buyuk insonlar o'zi yetishib chiqadi. O'sha buyuklardan biri mana ro'parayda turib ko'rib turibsizlar. Shunaqada o'zing maqtab qo'ying kerak-da. Sama reklama. O'sha birov buyuk demaydi, o'zing buyuksan deb ketaverasiz maqtanib. Kim sizni buyuk deydi hozir? Hech kim buyuk demaydi. Kapeka-yu deydi. O'zingiz buyuk desangiz bo'ldi. O'zingiz buyuklik o'zingiz bilsangiz bo'ldi. Xolos, o'sha yangi qishloqda bu qayerda joylashgan deb hayron bo'larsizlar. Bu oldingi Lennobod viloyati, hozirgi Sud viloyatida joylashgan. Sud viloyati Xo'jan shahri bo'ldi endi. Shahar Xo'jan nomida viloyat Sud viloyati bo'ldi. O'sha viloyatda tug'ilib o'sganmiz. Xudoga ming marta shukr, televizor orqali san'atkorlarni ko'rib niyat qilgandik, niyatimizga yetdik. Endi o'sha xalqimiz o'zi qiziq xalqda bizning xalqimiz. Yurishi ham, turishi ham qiziq, gaplari ham qiziq. O'shuning uchun men shularni eshitib yurib ham ko'p gaplarim, hamma gapirgan gaplarim hammasi shu yangi qishloqdan topilgan desam bo'ladi. O'zbekning o'zi qizig'i, boshqa hamma voqealar, masalan, dehqonlar haqida gapiryapman, ko'z oldimga o'zim qishlog'im kelib ketyapti. Xuddi shoirlarga o'xshab odam o'zini qishlog'idan ilhom oladi. Endi bizning kolxozimizning nomi sobiq esir paytda, sho'ro paytida Moskva bo'lgan. Bilasizlar, o'sha paytda katta-katta shaharlarning nomi, buyuk o'sha paytdagi davrda odamlarning nomini qo'yib ketishgan. O'zlaricha o'sha paytda buyuk bo'lganda. Bittasi kommunizm, bittasi Lenin, bittasi Leningrad, bittasi Moskva bo'lgan. Xolos, bittasi tez yurib ketyapti emish. Yangi qishloqlar tez yurib ketsa, bir musofir odam turgan ekan, "Ha birodar, nima shoshmasangiz?" desa, "Moskvaga ketyapman" demiş. Desali o turgan odam hayron bo'lib, "Oho, bu turishda Moskvaga qachon yetib boradi?" demiş. "Moskvaga ketyapman, qarang." "Qayerda yashaysiz?" "Moskvada yashayman." "Moskvada o'zida turasizmi? Qaysi prospektda? Sentrdamisiz?" "Qayerda?" "Ha, u sentrda turaman." Moskvaning sentrida turaman. "Qachon borgansiz? Nechinchi yilda borgansiz?" "O'shda tug'ilganman, ota-bolalarim o'sha Moskvada turadi." "Biz qarindoshlar Moskva." "Men tushunmayapman, birodar. Mana siz tushunmayapman, nima deyapsiz o'zi?" "Siz Moskva shahrini o'ylayapsizmi?" "Men Moskva kolxozini aytyapman mana sizga." Eng qizig'i kommunizm degan kolxoz borda bizda. Shu kommunizm kolxozi shunday kelib turib, tugashi bilan kommunizm, tugashi bilan bizni kolxoz boshlanganda, kommunizm shu bizni qishloqqa kelgan tugaganda. Kommunizmdagi kolxozdagi insonlar hali ham maqtanishadi. Biz kommunizmda yashaganmiz og'aylar. Sizlar Moskvada bo'lganlar bilan kommunizm ko'rmagansizlar. Biz kommunizmda yashaganmiz. Hozir ham kommunizmda yashaydi bular. 90% ishlamaydi. Kommunizm yurishaveradi, maza qilishib. Bizning xalqimiz shunaqangi bir ajoyib xalq. Yonimizda kolxoz, masalan, Lenin dedik. Hamma glavniy injenerlar chaqirgan ekan, kolxoz glavniy injenerlarini, gazir raykom o'tirib, "Tak, Lenin kelgan bo'lsa, o'rnidan turib kelgandirmish." Qarang, Lenin o'rnidan turibdi. Lenin shetdamisi shetda, Lenin. Lenin nomli kolxozdan injener kelganmi deb so'ramasdan, Lenin shetdami shetda, Moskva shetdami shetda, Leningrad shetdami shetda. Kommunizmchi, kommunizm hamisha shetda bu yerda. Bir yangi qishloqli yigit Moskvaga borgan ekan, qattiq sovuqda ko'chada dildirab, endi sovuq bo'lgandan keyin o'zbeklar chidolmaydi, postimda bo'lsa ham sovqotib qolasiz. Qaltirab astonobda tursa, bir rus yigiti qarang, kostyumchan bo'lib olib, qattiq sovuqda ham morojniy purish oldiga borib, qarsillatib morojniy yeyapti emishda. O'zi 40 grad sovuq, yana morojniy yeyapti emishda. Qars par chiqib turganmishda. Qars morojniy ham sovuq qotib qolgan. Qars qotgan non yeganga o'xshab qars deb tursa, hali yigit jalishib ketib, biz yangi qishloqqa kelib turib, "Ey, daragoy,
Что ты издеваешься, что ли, а? И так холодно, и так я замерз здесь. А ты мороженое кушаешь около меня. Ну и что? Ты откуда ты? Я из Средней Азии ты. Янкишлаг знаешь, я оттуда ты. Если Янкишлаг не знаю, но слушай, если ты из Средней Азии ты, вы же летом, sizlar yozda 50 gradus issiqda qaynagan choy ichasizlar, biz indamayapmiz o'tirmish. Qarang. Bizni qishlog'imiz shunaqa bir ajoyib. Qishlog'imizning bir chekkasida bir joy bor. Baland Tarnov deydi. Endi suv kelganda baland, bunday pastlik bo'lganda Tarnov bilan bunday olib o'tganda, ular Baland Tarnov nomi bor. Baland Tarnov endi chiqsa, qishloq bir chekkasidan o'ch chekkasi 400 yo 500 metr chiqadi. Agar Baland Tarnovga bir borib kelsa, erkaklar 3 kunlab yotgan ekan uyda. Men Baland Tarnovga borib keldim. Hozir Baland Tarnovdan keldi deb aytaylar, tashqari chiqa olmaydi deb aytaylar. Chaqirib kelganlar qaytaraveraylar. Men Baland Tarnovdan keldim. Baland Tarnovga borib keldim der ekanda o'sha paytda. Qarang, o'zi 500 metr xolos arasi. Qishloqning chekkasi bo'lganda edi. Bizda bir do'ng bor. Bu do'ng hamma eski qadimiy joylarda bor. Samarqand yo'lida ham bor, masalan, ko'p joylarda Qashqadaryoda ham bor, boshqa joyda do'ngliklar bo'lgan. O'sha dushmanlar kelsa olov yoqib bir-biriga signal bergan. O'sha davrdagi jangchilar, o'shaqa do'ngliklar bor. Bizda ham bittasi bor o'sha yerda. Hayitvoy cholning do'ngi deydi. Hayitvoy cholning do'ngi deydi. Bizni qishlog'imiz shunday tepasida joylashganda. Bittasi keldida, endi to'yga niyat qilgan ekan, ketib hoji aka, biz tomonda ko'p borgansiz. Men palonchi qishloqdaman dedi. Hali palonchi obod qishloqdaman dedi. Siz bilasiz dedi, aytib, siz eshitgansiz dedi. O'sha yoqqa bir borishingiz kerak, men niyat qilganman dedi. Bu qayerda bo'lsa, qo'ying endi, bilasiz. Obod qishloq bor, obod qishlog'i. Bilasiz, nahotki bilmaysiz dedi. Qarasa mendan xabar beradi. Qo'ying, obodni bilmayman deyapsiz manda. Dedi, men aytdim, aka xafa bo'lmang dedim. Siz o'zingiz Hayitvoy choli do'ngini bilasizmi dedi. Yo'q dedi. Men siz obodni qayerdan bilaman o'zi. O Hayitvoy choli do'ngi nima u deydi. Men aytdim, tashqariga chiqsangiz ko'rinadi, bir baland do'ng turibdi, o'sha Hayitvoy choli do'ngi dedi. Siz o'sha yerni bilmayapsiz, men siz obod mahallingizni bilaman bundan. Juda qiziq-da bu ham. O'shanaqangi voqealar juda ko'p bo'lgan. Men ayniqsa yoshligimdan kuzatib beraman, xalqimiz juda ham mehnatkash, ajoyib, askar yaxshi ko'radigan bir shunaqangi bir xushtabiat insonlar hammasi. Kuz bo'lsa, qish bo'lsa, choyxonada o'tirib olib chollar bir-biriga askiya qilib o'tirishadi. Shunaqangi bir ajoyib joy. Borsanglar ko'rasizlar, borganlar bilsa ham kerak. Xullas, biz yaxshilar haqida shu fikr. Men boshqa gapirmayman, chunki boshqa fikrlarga o'tishimiz kerak.